Yurttaşlar 30 iyun 2025 yıl sizlarga reklama qilib beradan yana bir mashinamiz 2019 yılda ishlab chiqarilgan Lacetti Gentra avtomobili bo'ladi. Mashinamizda 4 tane yumshoq balon qo'yilgan. Metan gazli ustanovka qilingan. Mashinamiz ko'rib turganlaringizdek birinchi pozitsiya, chexol, linoleum, polik bo'shalgan. Malibu richaklar qo'yilgan. Mashinamiz zo'r holatda. Hech endi qirchiq yenchiq aybi defekt yo'q. Kraskasini kelsak, Choprin krelinde eshikni palasadan pasida bor. E'tibor etsangizlar, eshik palasadan pasida bo'yalgan krellar kraskasi bor. Mashinamiz yurgan kilometr 67.000 kilometr. Konditsionerlar yaxshi sovutib turibdi. Mashinamizni rasxoti yo'q xudo xolasa. Mashinamizga optra stoplar ham qo'yilgan. Metan gazdan ham ustanovka qilinib, üstüne chexollar tutilib turibdi shunday holatda mashinamiz. Mashinamiz krishalarigacha shumka. Abezlari bor. Motorlarni kuch demagan. 67.000 kilometr o'zini halol yurtgan kilometri. O'zingiz bemalol ustingizga teshib ketirib olaverasizlar. Mashinamizning narxini kelsak, naqd pul bilan kelsangiz 116 bilan qo'ydik. Kreditga chiqarib olaman desangiz 14 million bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovlaringiz 3 million 800 dan tushadi. 4 yilga. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Bog'ot tuman Gayni ro'parasida Bog'ot avtolider salonida. Bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Xohlasanizdan naqd pul, avtokredit, barter xizmatlar ham bor. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol bog'lanib kelaverasizlar. Hammangiz salonimizda kutib qolamiz.